Yuvish kerakmi? Hozir mana hurmatli Isuzu ishqibozlari, avtobusdan yig'ilgan Isuzumiz, Xudo xolasa. 3 tala tarafga ochiladigan qildik. Havo sistema qilib, podyomliklarni qo'ydik, havo qilib, havonikidek qilib. Baho berasizlar qanday chiqqanini. Agar bironta xizmatlar kimga kerak bo'lsa, mabodo qilib ham beraveramiz, Xudo xolasa. Bekda mayda juda kamchilikchasi bor, suv sepayotganlarni qo'yishak, Xudo xolasa joylashadi o'qisini. Joylashtiramiz. Tippi anaqa gabaritni chiroqchalarni qo'ydik, chita zavodskiy chasin qilib. Qarang. Chiroqchadek bo'lib turibdi-da. Chalpechchalar, diskalar. Lakigacha urdik diskani. Rasmiy yaltirashni. Chalpechchalar. Bir 100 yilliktalik metandan ikkita qo'ydik. Mana bu kimlardir kommentariyada bildirishi mumkin, mana bag'in. Buni yog'laganmiz, Xudo xolasa, buni kraska karchir urgan vaqt ular qo'parilib ketaveradi. Ko'rasizmi? Aka, silovga. Qo'parilib. Mana Palanka qayerga edi? to'g'ri yurasiz. Shu bilan. Hal moyka qilganimiz yo'q, prosta. Biz obzor qilib ko'ryapmiz. Moykadan keyin Xudo xolasa yana bitta obzor qilib qo'yamiz. YouTube'ga Xudo xolasa. Baho berasizlar. Senchi kabina ramasi zavodskiy qilib uzaytirilgan. O'zi oldindan zavod klapkasi bo'ladi. Zavodskiy qilib uzaytirdik. Moyka qilamiz, Xudo xolasa. Zavodskiy o'zini tumankalari bor. Zavodskiy tumankachalarini qo'yib, chiroyli qilib yig'dik, Xudo xolasa. Havo sistema qarang, poln raspreditelli ham havo, nasosdek hammasini qo'yganmiz, chiroyli qilib oldilar. Hammasini. Vozdушный qo'shib o'chirishlari, boshqaruvlari, jiyozliklari. Salonni ichini ahvoli. Zavodskiy shixolchasini chiroyli qilib yuvib, top-toza qilib qo'ydik mana. Hamma narsasi joy-joyiga. Xudo xolasa. Yo'q, qo'yamiz o'zini. Baho berasizlar. Yuvilgandan keyin yana bir video olib qo'yamiz. Saylar qarang. Zavodskiy havoni jiyozlikchasi. Bo'ldim. Qanchalar o'zim